Yo'q, hay mayli. 3+1 aksiyasi qildingizlar. 50% aksiya ham qildingizlar. Endi tekkiniga nima gap bor? Meni Instagramdan qo'rqmanglar. Bilasizlar-ku, shunaqa intrigalar qilishni yaxshi ko'raman. Yana biz sizlarni xursand qilishda davom etamiz, qizlar. Avrada bu gal 1+1 aksiyasi. Men har doimgidek xalq tilida tushuntiraman. 1+1 aksiya bo'lmagan addelimizdan xohlagan tovaringizni tanlaysiz. Masalan, men mana shu rubashkani tanladim. Narxi esa 159 ming so'm. 1+1 addeliga keldim. Qizlar, ushbu rubashkamga moslab 150 ming so'mlik shimni tanladim. Shim esa menga mutlaqo tekinga tushdi. Eslatib o'taman. 1+1 aksiyamiz nafaqat женский, hattoki bolalar ham erkaklar addeliga ham amal qiladi. Erkaklarimiz uchun shunaqa modniy polzamokimizdan tanladim. Unga moslab 1+1 aksiya tomonidan xohlasangiz krossovka, xohlasangiz shim, xohlasangiz shunaqa bizrukka avto tanlashingiz mumkin. Yugurib bolalar addeliga ham yetib keldim. O'zingizni, xo'jayiningizni unutishingiz mumkin, lekin bolalarni unutish yo'q. Xo'sh, bolalar addelidan shunaqa novinka dvoykani tanlab oldim. Narxi 353 ming so'm va 1+1 aksiya addelidan esa shunaqa troykani 300 ming so'mga mutlaqo tekinga olishingiz mumkin. Qizlar, yigitlar, yesicho 14 fevral yaqin 1+1 aksiyamiz parfyumlarga ham amal qiladi. 1+1 aksiyasini xalq tilida tushuntirib berdimmi? Siz kutgan o'sha aksiyamiz 13, 14, 15, 16, 17 fevral kunlari davom etadi. Faqatgina 5 kun. Avrani ikkita filialida ham sizni kutib qolamiz.